Dushman kelin 117 qismda Xolidaning hikoyasi endi telefonda ko'p o'ynaydigan bir qizning xatosi bo'lib qolmasligi mumkin. Menimcha, aynan shu yerda haqiqiy tuzoqning yuzi ko'rina boshlaydi. Eng xavotirlisi shuki, Sobir bilan Umirxon qizlari qarzga botayotganini endi anglagan paytda Baxtiyorning ortida boshqa bir qol allaqachon kutib turgan bo'lishi mumkin. Xolidaning ular uyga kelishi mumkin deb baqirib yuborganidan keyin bu oiladagi havo avvalgidek bo'lmaydi. Sobir jahl qilishi mumkin, lekin bu jahl tez orada boshqacha qo'rquvga aylanadi. Chunki agar gap faqat qizining bir nechta o'yinda yutqazgani haqida bo'lsa, u hali tanbeh berishi, taqiqlashi, telefonni olib qo'yishi mumkin edi. Ammo kimdir uyga kelib qo'rqitishi mumkin bo'lsa, bu endi butun oilaning masalasiga aylanadi. Umirxon ham endi o'zini yupata olmaydi. U mayda belgilarni eslay boshlaydi. Xolida telefonini tez-tez yashirardi, xabar kelsa cho'chib tushardi. Tashqariga chiqishga bahona topardi. Avvaliga oddiy bolalarcha qaysarlikdek tuyulgan narsalar endi ortga qaraganda e'tibordan chetda qolgan ogohlantirishlarga o'xshaydi. Boshqa tomonda esa kompyuterxona egasi Xolidaning zaif joyini juda yaxshi tushungan bo'lishi mumkin. Qizaloq faqat puldan qo'rqmaydi, u ota-onasi hammasini bilib qolishidan qo'rqadi. Aynan shu qo'rquv uning bo'ynidagi arqonga aylanadi. Ular urushi shart emas, darrov eshik oldida paydo bo'lishi ham shart emas. Faqat sovuqroq bir nechta xabar yetadi. Agar oilang bilishini istamasang, yana pul tashla. Xolida uchun bu ruhiy jihatdan sinib ketishga juda yaqin lahza. U noto'g'ri ish qilganini biladi, lekin hammasini tan olishga jur'at qilmaydi. Tanbeh eshitishdan qancha qo'rqsa, boshqalarning qo'lida shuncha oson boshqariladi. Qancha yashirishga urinsa, qarz shuncha kattalashadi. Tuzoqning og'ir joyi ham shu, u odamdan faqat pul bilan emas, uyat hissi bilan ham haq undiradi. Baxtiyor bu paytda o'zini yaxshi do'stdek ko'rsatishi mumkin. U Xolidaga men yordam beraman, u tomon bilan gaplashaman, muhlat so'rayman, qanday qutulishni bilaman deb aytadi. Lekin men bu yordam aslida boshqa bir eshik. Yanada chuqurroq yo'l bo'lishidan shubhalanaman. Chunki agar u chindan ham do'stini qutqarmoqchi bo'lganida, boshidan uni bu o'yinga yaqinlashtirmagan bo'lardi. Ehtimol, Baxtiyorning o'zi ham tuzoqqa tushgandir. U boshliq emas, balki o'rtadagi odam bo'lishi mumkin. Bir tomondan yangi odamlarni o'yinga tortadi, boshqa tomondan ortidagi odamlardan qo'rqadi. Bunday obraz yanada xavfliroq ko'rinadi, chunki u Xolida bilan qanday gaplashishni biladi, unga qaysi gap kerakligini biladi, qachon achinayotgandek ko'rinish kerakligini ham sezadi. Keyin haqiqiy talab keladi. Xolidadan uydan pul olib chiqish yoki qarz o'rniga qimmatli bir buyum berish talab qilinadi. Mana shu juda og'ir burilish. Ekrandagi o'yin endi haqiqiy hayotga tegadi. Onasining tortmasiga tegadi. Uzukka tegadi. Oilaning ozozdan yigib qo'ygan puliga tegadi. Agar Xolida uydan biror narsa olsa, bu faqat og'irlik emas. Bu uning allaqachon chiqish yo'lini ko'rmay qolganini bildiradi. O'sha payt uning boshida balki faqat bitta fikr bo'ladi. Shu safar berib qutulsam, keyin hammasi tinchiydi. Lekin tomoshabin yaxshi tushunadi. Yashirincha to'langan birinchi qarz keyingi talabning boshlanishi bo'ladi. Umirxon birinchi bo'lib buni sezishi mumkin. Uzuk o'z joyida yo'q. Yigib qo'yilgan pul kamaygan. Yoki Xolidaning galati holatlari bilan bir vaqtda biror kichik, lekin qimmatli narsa g'oyib bo'lgan. Ona uchun bu hissiyot juda og'ir. Qizidan gumon qiladi, lekin ishonishni xohlamaydi. So'ramoqchi bo'ladi, ammo javob uni yanada ko'proq og'ritishidan qo'rqadi. U buni darrov Sobirga aytishga jur'at qilmasligi mumkin. Chunki erining ichida hozir bitta uchqun yetarli, hammasi portlab ketadi.
Ammo qancha yashirsa, o'zi ham qizi bilan bir xil jimlik halqasiga kirib qoladi. Ona bolasini otaning g'azabidan asramoqchi bo'ladi, lekin bilmagan holda bolani xavfga yana bir qadam yaqinroq qoldiradi. Shu orada Sobir Baxtiyorning iziga tushadi. U endi ko'p gapirmasligi, hech kimning izohini kutmasligi mumkin. Ota bolasiga tahdid bo'lganini bilsa, odatdagidek xotirjam qolishi qiyin. U Baxtiyor boradigan joylarni qidiradi, do'stlaridan so'raydi. Galati qo'ng'iroqlarni kuzatadi va oxiri kompyuterxonaga borib yetadi. Mana shu sahnada havoni ancha bosimli qilish mumkin. Sobir kompyuterxonaga shunchaki shohlik qilgan bolani izlab kirmaydi. U qizini ilgari o'zi bilmagan bir chuqur joyga tortib ketishganini sezgan ota bo'lib kiradi. Mashinalarning ovozi, ekranlarning yorugi, boshini egib o'tirgan bolalar tashqaridan oddiy ko'rinadi, lekin tagida sovuq narsa bor. Eng katta zarba Sobir holida yagona emasligini ko'rganida kelishi mumkin. U yerda boshqa bolalar ham bor. Kimdir sinfdoshlardan qarz olgan, kimdir buyum sotgan, kimdir qo'rqqanidan jim o'tiribdi. Shunda voqea birdan kengayadi. Bu endi faqat bitta qizning xatosi emas. Balki tizimli tuzoqqa o'xshay boshlaydi. Kompyuterxona egasi so'roq qilinganda juda tez o'zini chetga olishi mumkin. U hech kimni majburlamaganini, bolalar o'zlari o'ynaganini, pulni o'zlari tashlaganini aytadi. Bu gaplar tashqaridan mantiqli eshitilishi mumkin, lekin juda sovuq. Chunki har bir katta odam biladi, bola aldanganini doim ham darrov anglayvermaydi. Baxtiyor esa bir chetda rangi oqarib turishi mumkin. Shu paytda Sobir unga endi oddiy yomon do'st sifatida qaramaydi. U unda bir zanjirning bo'lagini ko'radi. Agar qattiq bosilsa, Baxtiyor ortidagi odamlarni aytib yuborishi mumkin. Ammo qarshi tomondan qo'rqitilsa, hammasini inkor qilib, aybni holidaga agdarib qo'yishi ham mumkin. Chaotro, eng keskin nuqta, Sobir qarzdor o'quvchilar ro'yxatini ko'rganida kelishi kerak. Unda Xolidaning ismi ham bor. Raqam tashqaridagi odam uchun unchalik katta ko'rinmasligi mumkin, lekin oddiy oila uchun bu ishonchga urilgan zarba bo'ladi. Chunki shu daqiqadan boshlab Sobir qizi faqat bir marta yolg'on gapirmaganini tushunadi. U bir necha kundan beri qo'rquv ichida yashagan, ota-onasi esa buni sezmagan. Uyga qaytgandan keyingi holat kompyuterxonadagi to'qnashuvdan ham og'irroq bo'lishi mumkin. Umrxon oxiri uzuk yoki yigilgan pul yo'qolganini aytishga majbur bo'ladi. Sobir buni eshitganda albatta bir lahza qotib qoladi. Bu paytdagi g'azab faqat Xolidaga emas, o'ziga ham qaratiladi. Chunki u qizining yiqilayotganini, qizi deyarli tubiga yetmaguncha ko'rmaganini tushunadi. Xolida so'roq qilinganda avvalgidek qattiq qarshilik qilolmasligi mumkin. U qo'rqadi. Shu qo'rquv ichida uyat ham bor, pushaymon ham bor, lekin umidsizlik ham bor. U haqiqatni aytsa, ota-onasi o'g'riydi. Yana yashirsa, tashqaridagi odamlar qaytib keladi. Menimcha, bu qism oddiy urush-janjal bilan tugamasligi kerak. U og'irroq sukunat bilan tugashi kerak. Sobir telefonni stolga qo'yadi, yoniga topilgan buyumni yoki yo'qolgan pulning bosh joyini qo'yadi. Umrxon qizining orqasida turadi, quchoqlagisi keladi, lekin quchoqlash kerakmi-yo'qmi bilmaydi. Xolida boshini egadi. Birinchi marta kichik bir o'yin butun oilasini qarz girdobiga tortib ketganini anglaydi. 117 qism shu yo'nalishda ketsa, juda kuchli chiqadi. Chunki u faqat Xolidaning xatosi haqida gapirmaydi, ota-onaning eng katta qo'rquviga tegadi. Ba'zi xavflar darvoza oldida turmaydi, shovqin bilan eshik qoqmaydi, balki bolang har kuni qo'lida ushlab yurgan telefon ichida yashirinadi. Sobir o'sha kompyuterxonani ko'rib bo'lganidan keyin endi hammasini avvalgidek qoldirish qiyin. U tanlashi kerak bo'ladi. Faqat Xolidani hozirgi qarzdan qutqaradimi
yoki bolalarni asta-sekin yutib yuborayotgan butun zanjirni yorug'likka olib chiqadimi? Ammo qancha chuqur kovlasa, shuncha bir narsani sezishi mumkin. Ortda turgan odam u o'ylaganchalik kichik emas. Kompyuterxonadagi sovuq ekranlar ortidan hikoya go'yo iliqroq joyga, toy masalasiga buriladi. Lekin galati tomoni shundaki, bu yerda ham havo unchalik yengillashmaydi. Chunki ba'zi nikohlar hali boshlanmay turib odamni charchatadi. Muhabbat kamligi uchun emas, uning atrofida juda ko'p odam turgani uchun har kim bir qarorga qo'l tekkizgisi keladi. Nodir uchun to'y qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. U Zarinani chindan yoqtirayotgandek, hatto nihoyat o'zimga mos odamni topdim deb o'ylayotgan odamning shoshqinligi bor. Ammo aynan shu shoshilish Zarinaning ichida sekin orqaga chekinish hissini uyg'otadi. Qiz bola turmushga chiqish arafasida o'zini tanlangan, so'ralgan, hurmat qilingan his qilishi kerak. Hammasi boshqalar tomonidan oldindan tuzib qo'yilgan rejaga kirib ketayotgandek emas. Zarina boshida hali ham kulishi, bosh irgashi, Nodir bilan muloyim gaplashishi mumkin. Lekin ikki tomon oila to'y kuni xarajat, uy, buyumlar haqida gaplashgan sari u o'z ovozi juda past eshitilayotganini sezadi. Go'yo hamma uning yangi hayoti haqida gapiryapti, faqat uning o'zidan nima xohlashini chinakamiga so'ramayapti. Hafiza Zarinaning oldida albatta juda shirin bo'ladi. U chiroyli gaplar aytishi mumkin. Bo'lajak kelinimiz, o'z uyimiz, keyin hammamiz birga yaxshi yashaymiz. Ammo shu yoqimli so'zlarning orqasida ko'rinmas daftar bor. U daftar ichida kelin nima qilishi kerakligi birma-bir yozila boshlaydi. Nechida turadi, qanday ovqat qiladi, mehmonni qanday kutadi, avval kimning gapiga quloq soladi. Hammasi uyimizning odati degan so'z bilan oraladi. Bu bosimga javob berish juda qiyin. Chunki Zarina rozi bo'lmasa, hali kelin bo'lmay turib injiqlik qilyapti deyishlari mumkin. Jim tursa boshqalar uni rozi deb o'ylaydi. Shirinlikning tuzog'i ham shunda, u yuzga to'g'ri bosmaydi, lekin bosilayotgan odamga qarshi chiqish uchun yetarli sabab ham qoldirmaydi. Norgul esa bu voqeaga boshqa tomondan qaraydi. U qiz tomoni to'y xarajatini boshqacha bo'lishmoqchi ekanini sezadi va darrov o'zini mensimagandek his qiladi. Uning uchun pul faqat pul emas. Bu obro', oilaning o'rni, berilgan gap hurmat qilinyaptimi-yo'qmi degan masala. To'y hali bo'lmay turib, ikki tomon hisob-kitobni kim ustun, kim past degan tomonga burib yuborsa, quvonch osongina tortishuvga aylanadi. Menimcha, Norgulni ochko'z yoki mayda odam deb aytish to'g'ri bo'lmaydi. U kamsitilib qolishdan qo'rqadi. Ogli kirayotgan nikohda o'z tomoni juda ko'p egilishga majbur bo'lishidan xavotir oladi. Ammo bu qo'rquv muloyim aytilmasa dagal gapga aylanadi. To'y masalasidagi dagal gap esa faqat kattalarda qolmaydi. U kelin-kuyovning yuragiga borib tegadi. Nodirning dadasi esa voqeani haqiqatga qaytaradigan odam. U ortiqcha xarajatga qarshi chiqishi mumkin. Bu bolasini yaxshi ko'rmagani uchun emas, balki hamma obro' ortidan quvib ketayotganini ko'rgani uchun. To'y 2 yoshning yangi hayot boshlashi uchun qilinsa. Boshqa qarindoshlar hech kimdan kam bo'lmadi deb gapirishi uchun qilinsa, u og'ir yuk bo'lib qoladi, lekin uning qarshiligi Hafizani noqulay ahvolga soladi. Ayniqsa u bundan oldin dugonalariga, Norgulga, qarindoshlarga hammasi chiroyli bo'lishini aytib qo'ygan bo'lsa. Endi dadasi xarajatni qisqartirmoqchi bo'lsa, Hafiza o'zini boshqalar oldida pastga tushirilgandek his qiladi. Ona obro'siga tegilsa, u ko'pincha achchiqligini bo'lajak kelinga burib yuboradi. Shu paytda Nodir ortida qoladi. Bir tomonda ota-onasi, boshqa tomonda Zarina. U Zarinaga tezroq uylanmoqchi, lekin bir ayolni uyga olib kelishdan oldin unga xavfsizlik hissi berish kerakligini hali to'liq tushunmaydi. Sevaman deyishning o'zi yetmaydi.
Ba'zan sevgi, sevgan odamingni ranjitadigan gaplarga qarshi turishni ham bilishdir. Zarina o'sha gap-so'zlar orasida Nodirga boshqacha qaray boshlashi mumkin. Hafiza kinoya qilsa, u jim turadi. Norgul pul masalasida yuzini burishtirsa, u dovdiraydi. Otasi xarajatga qarshi chiqsa, u vaziyatni qo'lga ololmaydi. Zarina uni darrov ayblamaydi, lekin ichida kichkina savol paydo bo'ladi. Bugun o'z ovozini himoya qila olmayotgan erkak ertaga xotinni himoya qila oladimi? Eng keskin lahza oddiy bir holatdan chiqishi kerak. Zarina tasodifan uyga borganidan keyin o'zini tutishni, joyini bilishni bilishi kerak degan mazmundagi gapni eshitib qoladi. Buni aytgan odam ehtimol juda og'ir gap deb o'ylamas. Ammo Zarina uchun bu oldindan chiqarilgan hukmga o'xshaydi. U hali o'sha eshikdan hatlamay turib, unga kichrayish, o'z o'rnini bilish, boshqalarning qolipiga moslashish eslatilyapti. Shu joyda Zarina endi jilmayib o'tib ketolmaydi. U yiglab yuboradi, lekin bu zaiflikdan emas. U Nodir va'da qilgan sevgi, o'zi kirib borayotgan nikohga o'xshamayotganini anglab qoladi. U Nodirga qarab, siz menga sevganingiz uchun uylanmoqchimisiz yoki itoat qiladigan kelin kerakmi? deb so'raydi. Bu juda og'riqli savol, chunki u faqat Nodirni emas, butun xonani jim qoldiradi. Nodir rostdan ham dovdirab qolishi mumkin. U Zarinani yaxshi ko'radi, lekin o'z sevgisi oilasi tomonidan asta-sekin kelishuv va tartibga aylantirilayotganini balki hech o'ylamagandir. U uni xotin qilib uyga olib kelmoqchi, lekin boshqalarga uning vazifasi haqida gapirishga yo'l qo'yib beryapti. Zarinaning savoli uni majbur qiladi. U ayolga uylanyaptimi yoki hammani rozi qiladigan bir kelin olib kelyaptimi? Hafiza o'sha lahzada o'zini haqoratlangandek his qilishi mumkin. U Zarina hali kelin bo'lmay turib qaynota-qaynona uyga savol berishga jur'at qildi deb o'ylaydi. Lekin chuqurroq qaralsa, Zarinaning munosabati isyon emas. Bu kelajagi oldindan toraytirib qo'yilayotganini sezgan qizning o'zini himoya qilishidir. U kelin bo'lishdan qo'rqmaydi. U kelinlik roli ichida o'zini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Norgul ham noqulay holatga tushib qolishi mumkin. Avvaliga u faqat qiz tomoni yoki o'z oilasining obro'sini himoya qilyapman deb o'ylaydi. Ammo Zarinaning yiglaganini ko'rsa, kattalarning barcha hisob-kitobi oxir-oqibat qizning yelkasiga tushayotganini tushunadi. To'y quvonch bo'lishi kerak edi, lekin har kim undan o'z obro'sini saqlash uchun foydalansa, eng charchaydiganlar 2 yoshning o'zi bo'ladi. Bu guruhning yaxshi tomoni shundaki, unda aniq yovuz odam kerak emas. Hafiza butunlay yomon emas. Norgul ham butunlay nohaq emas. Dadasining gapi ham asossiz emas. Nodir esa Zarinani sevmaydigan odam emas. Ammo har kimning o'z sababi borligi uchun Zarina ko'p to'g'ri gaplar orasida qamalib qoladi. Faqat ularning hech biri uni chinakam eshitmaydi. Keyingi qism chuqurroq ketmoqchi bo'lsa, Zarina to'y tayyorgarligi uchrashuvini vaqtincha to'xtatishi mumkin. U darrov unashtiruvni buzmaydi, lekin Nodir tushunishi uchun ketib qoladi. U o'zini oldindan ta'riflab qo'yilgan uyga qadam qo'ya olmaydi. Uning o'sha savoldan keyingi jimligi hatto ko'z yoshidan ham kuchliroq chiqishi mumkin. Nodir esa bu zarbadan keyin juda tez ulg'ayishga majbur bo'ladi. U endi ota-onasi gapini tinglab o'rtada turgan yaxshi ogil bo'lib qololmaydi. Agar Zarinani saqlab qolmoqchi bo'lsa, u birinchi marta oilasiga aniq aytishi kerak. U mening bo'lajak xotinim, hammangiz o'zingizcha shakl beradigan odam emas. Bu qismning dim, yana ortda qoladigan hissi, kichkina bir tasvirda turish kerak. Zarina hovlida turadi, qo'lida to'yga tayyorlangan ro'mol yoki biror buyum bor. Lekin ko'zlarida avvalgi hayajon qolmagan. Ichkarida kattalar hali ham pul, dasturxon, obro' haqida gaplashyapti.
U esa birdan tushunadi, ba'zi toylar tashqaridan juda shovqinli va quvonchli ko'rinadi, lekin unga qadam qo'ymoqchi bo'lgan odam o'zini har qachongidan ham yolg'iz his qiladi. Zarinaning savolidan keyin havo aslida yumshashi, kattalar biroz o'ziga kelishi kerak edi. Lekin menimcha bu yerda hammasi aksincha tomonga buriladi. Chunki Hafiza bu qizning ranjiganini tushunish o'rniga buni hali kech bo'lmasdan tarbiyalab olish kerak degan belgi sifatida qabul qilishi mumkin. Shundan keyin to'y tayyorgarligi faqat ko'ylak, dasturxon yoki yaxshi kun tanlash atrofida aylanmaydi. U juda sekin, juda sezilmas bir sinovga aylanadi. Hafiza Zarinani uyga kelib bir nechta ish qilib ko'rishga chaqiradi. Tezkormi, ovqat qilishni biladimi? Kuyov tomoni uyining odatiga moslasha oladimi? Shuni bilmoqchi bo'ladi. Tashqaridan bu oddiydek ko'rinadi, hatto muloyim ohangda aytiladi. Lekin tagida boshqa gap bor. Seni qabul qilishimizdan oldin munosib ekaningni isbotla. Zarina baribir kelishi mumkin, chunki u vaziyatni yanada keskinlashtirishni istamaydi. U darrov rad etsa, hali kelin bo'lmay turib odam tanlayapti deyishlarini biladi. Ammo Nodirning uyidagi oshxonaga kirganida o'zini uning sevgan qizi sifatida emas, kuzatilayotgan odam sifatida his qiladi. Sabzavot to'g'rayotgan qo'li ham qaraladi. Sekinroq javob bersa, yodda saqlanadi. Kichkina xato qilsa, ertangi gap so'zga aylanib ketishi mumkin. Bu yerda og'ir joyi shuki, Hafiza juda qattiq gap aytishi shart emas. U shunchaki, uylaringda bu ovqatni ko'p qilasanmi? Keyin bu yerga kelgach o'rganib ketasan. Bizning uyda hamma narsa ozgina tartibli bo'lishi kerak deb so'rasa ham yetadi. Bunday gaplar hayotiy eshitiladi, lekin bir-biriga ulanib ketsa, allaqachon ichida ikkilanib turgan qizga bosim bo'lib tushadi. Keyin qomri paydo bo'ladi. Ko'pchilikka yoqmaydigan, lekin doim ham noto'g'ri bo'lmaydigan bir ovoz sifatida. U Zarinani to'ydan oldin sinashayotganini ko'rib, bexosdan gapirib yuboradi. Kelin hali kelin bo'lmay turib shunaqa tekshirilsa, to'ydan keyin nima bo'ladi? Bu gap silliq emas, lekin Zarina ichida o'ylayotgan, aytishga esa jur'at qilmayotgan narsaga tegadi. Qomrining kirib kelishi bilan xona rangi o'zgaradi. Hafiza bundan ranjishi mumkin, chunki o'z uyining ishiga begona odam aralashayotgandek tuyuladi. Norgul esa darrov Hafiza tomonga o'tadi. U Zarinani yomon ko'rgani uchun emas, balki kuyov tomoni kelajakdagi kelin uy odatiga mos keladimi-yo'qmi, bilishga haqli deb o'ylagani uchun. Uning nazarida bu haqorat emas. Bu keyin qiynalmaslik uchun oldindan bilish, ammo Zarina buni eshitganda, o'zini sotib olishdan oldin tekshirilayotgan buyumdek his qiladi. U erining oilasi bilan yashashni o'rganishga qarshi emas. Faqat hali xotin bo'lmay turib xizmat qilishi, ko'zga yoqishi, har bir qadamini isbotlashi kerak bo'lgan odamga aylanishdan qo'rqadi. Nodir esa shu yerda turadi va aynan shu joy tomoshabinni gash qiladi. U Zarinani yaxshi ko'radi, bu rost bo'lishi mumkin. Lekin onasi gapirganda, Norgul qo'shilganda, qomri havoni taranglashtirganda, u qaysi tomonda turishni bilmay qoladi. Zarinaga qaraydi, keyin onasiga qaraydi, so'ng jimlikni tanlaydi. Ikki tomonni ham ranjitishdan qo'rqadigan odamning jimligini, Nodir uchun jim turish ziddiyatdan qochish bo'lishi mumkin. Ammo Zarina uchun bu juda charchatadigan kelajakning birinchi belgisi. Bugun u oshxonada sinovdan o'tayotganda Nodir jim. Ertaga qarindoshlar oldida uni qo'yishsa ham jim turadimi? Keyin u yolg'iz yiglasa, hech kim eshitmasa ham, shu jimlik davom etadimi? Menimcha, Zarina yana biroz chidaydi. U ovqat qiladi, yig'ishtiradi, odob bilan javob beradi. Ammo ichkarida hafsalasi qat-qat tushib boradi. U kimdir baqirib uni himoya qilishini istamaydi. U faqat Nodirdan bitta gap kutadi. Yetar, u men sevgan ayol, uni tekshiradigan odam emas.
Lekin bu gap aytilmaydi. Ayol kishi himoya kutgan gapni eshitmasa, ichida juda chuqur bir bo'shliq paydo bo'ladi. U shovqin qilmaydi, lekin odamni oziga keltiradi. Zarina Nodirning muhabbati oila bosimi oldida hali juda yumshoq ekanini tushunishi mumkin. Unda tuyg'u bor, lekin jasorat yetmaydi. U uylanmoqchi, lekin hali uni ranjitadigan narsalar oldida devor bo'lib turishga tayyor emas. Hafiza yana bir oz bosim qoshishi mumkin. Go'yo tasodifiy bir gap bilan, kelin bo'ladigan qiz hozirdan o'rganish kerak, keyin qiynalmaydi. Shuning ozi yetadi. Chunki Zarina uchun o'rganish so'zi endi tanishish emas. Bu uni oldindan tayyorlab qo'yilgan qolipga solishdek eshitiladi. Qomri yana gapirishi mumkin, bu safar yanada keskinroq. U qiz tomonning ham gururi borligini, hali kelin bo'lmay turib qizni shunaqa aylantirish yaxshi ko'rinmasligini aytadi. Norgul darrov javob qaytaradi. Qomri oshirib yuboryapti. Kuyov tomoni faqat kelajakdagi kelin mos keladimi-yo'qmi bilmoqchi, deydi. Ikki ayol bahslashadi. Zarina esa ortida turib, o'z hayotining ichida borgan sari kichrayib borayotgandek bo'ladi. Mana shu joyda Nodir deyarli oldinga qadam tashlaydigan, lekin yana to'xtab qoladigan bir lahza bo'lishi kerak. U gapirmoqchi bo'ladi, ammo Hafizaning nigohi uni ushlab qoladi. Shu to'xtash juda muhim. Chunki tomoshabinga fojiaga sabab Nodirning sevmagani emasligini ko'rsatadi. Fojia uning muhabbati onasining gapiga ko'nikib qolgan odatni yenga olmayotganida, eng keskin nuqta Zarina ro'molni yoki qo'lidagi ishni bir chetga qo'yganida keladi. U baqirishi shart emas. Faqat Nodirga qarab, ovozi titrasa ham aniq qilib, agar siz meni hozirdan himoya qilmasangiz, keyin men kim bilan yashayman, desa yetadi. Bu oddiy tanbeh emas. Bu uning o'z kelajagini ko'rib qo'rqib ketganini bildiradi va u kelajakda tayanch ko'rmayapti. Nodir qotib qoladi, chunki bu savoldan qochib bo'lmaydi. U hamma hazillashyapti deyolmaydi. Sen juda sezgir bo'lib ketyapsan ham deyolmaydi. Onamni tushun deb aytishga ham og'zi bormaydi. Zarina undan oilasiga qarshi chiqishni talab qilmayapti. U faqat o'zi zaif holatda qolganida, Nodir yonida turadimi-yo'qmi, shuni bilmoqchi. Shundan keyin Zarina tayyorgarlik o'rtasida uyga qaytib ketadi. Menimcha, bu sahna juda sekin berilishi kerak. U achchiqlanib, ojarlik bilan ketmaydi. Balki bugun chiqib ketmasa, keyin bunday kuch topolmasligini tushungan odamdek yuradi. Hafiza uni odobsiz deb o'ylashi mumkin. Norgul bundan uyalishi mumkin. Qomri bir vaqtning o'zida achinadi ham, xavotirlanadi ham. Nodir esa oshxonada qoladi. Baxt tayyorgarligi bo'lishi kerak bo'lgan joyda endi faqat noqulay sukunat turadi. Shu yerdan keyin Nodir va Zarinaning hikoyasi boshqa bosqichga o'tadi. Bu darrov ajralish emas, to'y bekor bo'lishi ham shart emas. Lekin ishonch sinovdan o'tdi. Bu safar tekshirilgan odam faqat Zarina emas. Aslida Nodir o'zining bo'lishga yetarlicha ulgayganini isbotlash kerak. Agar keyingi qism bu yo'nalishni davom ettirsa, menimcha, Zarina Nodirdan vaqtincha uzoqlashadi. Nodir esa uning oldiga o'zi borishi kerak bo'ladi, shunchaki ko'nglini olish uchun emas. Onasiga aniq bir gap aytgan odam sifatida. Agar u yana ortada turib, hammasi ozozidan tinchishini kutsa, Zarinani endi hech kim to'xtatmasa ham bo'ladi. U o'zi chekinadi. Oxirgi tasvir sifatida Nodir Zarina ortidan yopilgan eshikka qarab qolishi kerak. Stolda to'yga tayyorlangan buyumlar turadi. Hammasi joyida, go'yo hech narsa buzilmagandek. Lekin tomoshabin sezadi, nimadir juda sekin yerga tushdi, shu qadar sekin tushdiki, uni faqat ikkovi eshitdi.